sizga. Sog' bo'ling. Ice and Gold brendini hozir men sizga taklif qilaman. Ice and Gold brendi qo'lingizda turibdi. Hozir maza qilib. Nechta nabirangiz bu? 5 ta. Keyin ishning oxirida 5 ta nabirangizga 5 ta marojna olib ketasiz. Bo'pti. Assalomu alaykum. Marojnalarga siz javob berasiz. Men javob beraman. Ko'pincha qaysi brendning marojnasini xalq tanlaydi? Ice Gold marojnasi. Ice and Gold. Ice and Gold marojnasi. Aka farzandlardan nechta? 3 ta. 3 ta marojna beraman. 3 ham keyin erib qoladi-ku. Yo'q, ermaydi. Hozircha ko'nglingizni yaxta qilish uchun bitta men silver beraman. Rahmat katta. Keyin ishdan keyin olib ketisizmi? Rahmat. Kapelkada ishlaysizmi? Ha. Necha yildan beri? 7 yildan beri. 7 yildan beri ishlaganingiz uchun 7 ta marojna berib yuboraman. Rozimisiz? Rahmat. Mayli, ishdan keyin olib ketasizlar, lekin hozircha bittasini yeb, ko'nglingizni yaxta qilib turing. Kapelkani doimiy mijozimisiz? Albatta. Necha yildan beri kelib ketasiz? 4 yil bo'ldi. 4 yil, ha? Ha, hozir eshitdingiz-a? 4 ta marojna berishim kerak-da shunda hozir. Farzandlardan nechta aka? 2 ta. 2 ta marojna berib yuboraman. 2 ta jiyanchaga. Rahmat.